Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, vatandoshlar, bizlarni kuzatuvchi obunachilarimiz. Bu galgi obyektimiz Qashqadaryo Muborakdamiz. Birinchi xaridimiz Muborakdan yetib qoldi. Joy egalari Maqsud aka, yoshlari Erkin aka. Xaridimiz uzunligi 15, eni 5 bo'ldi. Balandligi 385. Uje haroratimiz 308 ga tushibdi. İşleş jarayoni bu yoqda bo'lgan Feliflex zakaz qilgandek uje epkil o'rda tutishga ham harakat qilish boshlashdi. Bu beton qo'yishadi. Feliflex mana nejaga kelib bo'ldi. Chiroyli ishlarni qilib, ko'ngildagini archada yo'larmiz. Amani kuzatib turganingiz ming rahmat. Ketayotgan vaqtingiz rozi bo'lasizlar. Sizlarga qo'llab-quvvatlab o'tganingiz amaniga rahmat. Instagram, YouTube va Telegram hujjatlari. O Maqsud aka, xudo xolsa, ishimiz yo'qmi aka, yaxshimi? Ma'qul keldimi? Aka bo'lib qoldi. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Hammamizdan, ha aka. Ko'nglimizdagidan chiqdi. Gap yo'q aka, ming rahmat. Xudo xolasa, Alloh barakasini bersin. Bo'ldi aka. Nima xizmat bo'lsa, qanaqa faslda nima qo'yish kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasiz. Men uchun kerak bo'lsa, ha. Nima yukli kerak bo'lsa, ha aka, mayli. Bo'ldi aka, sizlar rozi bo'ling. Bergan pullaringizga hammasi chiroyli o'tdi baqa. Pullarni ham atgan kundan berib chiroyli qilib, qarashini oldi, bizga chiroyli kutib tuzatishdi. Mana oshlar Erkin aka, juda yaqin do'stlar ekan, gap yo'q. Boshlagandan bir şey dedilar. Maqsud aka xizmatingiz aloqadamiz, ha aka? Bo'pti aka, xo'p, rahmat.